Ichida nima bor bilasizlarmi? Berib turing. Assalomu alaykum. Mayli 1 minutga sizlarni, ha? Mayli 1 minutga. Joninglar sog'mi, charchamaydi. Aka, assalomu alaykum. 1 minutga qarang, 1 minutga. Mana shu ichida nima bor deb o'ylaysiz, aka? Yerga qo'ying. Voy, pul yo'q, ha, javob yerga qo'ying. Ochsangiz bo'ladi, oching, aka, hozir. Ichida nima bor ekan, aka? O'g'onasi. Aka, qarang, mana shu pulni haqiqatan halol olib ketsangiz bo'ladi. Men gapimga javob beraman. Atigi 10 ming so'm turadigan Temur Brat ruchkasidan sotib olgan bo'lsangiz, mana shu pul sizga, aka. Ruchka sotib olgan odamlar ham bor. O'sha odamlarni qidirib yurma, o'sha odamlardan bittasi bo'lsangiz, 10 million sizga shunday berib yuboraman. Yo'qmi? Rostdan, aka. Aka, joningiz sog' bo'lsa, mayli, aka, biz shunday qo'ymaymiz. Agar menga podpiska bosgan bo'lsangiz, mana shu 500 ming so'm pul alohida sizga Temur Brat nomidan. Podpiska ham bosmagansiz, aka. Aytib qo'yganingiz Voy, aka, joningiz sog' bo'lsin. Aka, o'yinimiz yoqdimi o'zingizga? Mayli. Yaqinlar qaranglar, hozir sizlar Temur Brat ruchkasini onlayn ravishda Telegramdan sotib olsanglar ham bo'ladi. Uning uchun mashinniklarga yozishinglar kerak bo'ladi. Men o'zim sizlarga atvet qaytaraman. Joninglar sog' bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Qani go.